Tün bayan her tünde bayan. Tün bayan en samimi dildin bayan. Ben bugün sizge mikrofon aldı durup hizmet kılalığınımdan intayın hoşçalman. Hoş azizim. Yeni yılınız oylağınız gidek gitip baramdı. Yoki xizmat, o'qish va yoki turmushning qaysi bir davrlarida bularni o'ylashgidek vaqtingiz yo'q, aldirash ketib boramsiz. Men bugun sizga shunday go'zal bir tema olib keldim. Mayli siz shu topda yo'lovchingizni manzilga sog' salomat olib tirishayotgan oddiy taksi shoferi bo'ling. Va yoki oilangizga mehringizni singdirib atgan tomoqlaringizni ustalga qo'yib bir oila kishilarni dasturxonga chaqirayotgan sevimli ayol bo'ling. Va yoki maktab kutubxonasidan yotoq binosi qarab mengayotgash meni tinglab o'tirgan umidvor o'quvchi bo'ling. Va yana bolalarning yo'liga qarab o'tirgan qadrdon ota-ona bo'ling. Men sizning har vaqt intayin aziz ekanligingizni yana bir qatim aytib o'tmoqchiman. Chunki men sizda insonlardagi eng go'zal axloq, insonlarni cho'ng kichik, boy kambag'al deb ayirmay, samimiy muomala qiladigan kibr yo'q insonlardan ekanligingizga ishonaman. Kichik vaqtlarimizda cho'ng opam bizga odam qancha kamtar bo'lgan sari shuncha takommullashib mangdi. Aksicha o'z natijalaridan, boyliqidan va yoki boshqa afzalliklardan faxrlanib yuradigan takabbur insonlarning ruhiyati bargan sari puchaklashib ketadi deb bizni ogohlantiradi. Shundoq barbara cho'ng bo'lib, bu o'gitlarning naqadar to'g'riliqini his qilmoqdaman. Yaqinda aramizdan vaqtsiz ayrilgan al so'ygan san'atkorimiz marhum Mahmud Sulaymon akamizning vafotidan keyin men bu nuqtani texmi cho'nqir his qildim. O kuni ijtimoiy taratqularda marhumning ilgari har soha, har kasb omisi bilan tang birga o'tirib paranglashgan, illiq chiroy bilan ko'rishgan videolari shuncha ko'p tarqaldi. Hammaylar marhumning kamtar, kichik bil xarakterini, naqshlarini naqadar yaxshi ko'rdiganligimizni bildirib, vafotiga shuncha qayg'urdik. Ko'zlarimizdan bilib bilmay yoshlar iqishga boshladi. Shundoq emasmi? Demak, inson hayotida mana shundoq esil axloq fazilatlari, xalq omisi qilgan xizmatlari bilan, hurmat bilan asga elinadi ekan. Kirish qismimizdan ayon bo'lganidek, men sizlarga bugun kamtar va kichik biyillikning aksi bo'lgan, Kunesh tarjimasida bitgan o'zini muhim sinish to'g'risidagi yozmani olib keldim. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Ziyoda muhim sinish kishiga ofatdir. Insonchilikda o'zingizni ziyoda muhim bilib olmang. Bir do'stim o'zining bir muzikant do'sti bilan qilgan safarni so'zlab bergan edi. Ko'p yillar ilgari ikkalan poyezdda birga yo'lga chiqib, tushish vaqtida yuktaklarini poyezdda unutib qoldi. Yanida pul yo'q, vokzal maydonidan chiqolmay qolgan do'stimning ichi shuncha titiltab ketibdi. Shu chog'da hilqi muzikant esib olgan skripkasini ko'rsatib, ishonch bilan "Ansirma, men bu zalda o'rindigan muzikamni bu yerda chilib berdigan bo'lsam, birdamda odamlar yig'ilib ketadi. Shundan tushgan pullar yana mingshimizga ravurs yetadi" debdi. Do'stim uning bir kechilik bileti necha yuz qo'y bo'lg'ashqa, bu yerda mo xili tepsi chiqar deb o'ylabdi. U sazini ilib, berilginicha muzika o'rindashga boshlabdi. O'ylamgan yerdan 4-5 odamdan boshqa uning muzikasiga hech kim quloq solmabdi. O'rim qilg'uvchilar texmi yo'q ekan. Birdan bo'lganda bizga daxl qilyotdi deb bilgan setiqchilar "Sodimizda buzmay, nere berib chal" deb to'lab uni qo'g'ilib yetibdi. U shunchalik o'ng'aysizlanibdi-da, vokzaldan bicharlarcha ayrilishga majbur bo'ldi. O'zimizni hammaga yoqaman deb o'ylasak, tonish doiramiz sirtida bizga hech kim voy demasligi mumkin.
Özümüzde her qancha talantliq chaqlasaqmı, başqa sahnada balkim bizni hech kim tonimasligi, dairdan chiqib ketsak, sardashimiz chaqliq, sahnadan tushib ketsak, tomoshabin chaqliq bo'lishi mumkin. Özünü üstün görüş ya ümidsizlik buldu ya dərd-dələm. Adam Mizner'nin şundaq bir məşhur sözü var. Ziyadı mühim sınıf almang. Siz bolmasanız mı yer şari çörgülər verdi. Sahnadan ayrılğan qabilning naqabildan hiç farqi yoxdur. Özünü üstün çağlab rivayetdek yaşadım degan hayat birovning nazarida faqatla hazil bo'lishi mumkin. Ziyoda muhimsinish ko'zni edilib mang'anga o'xshaydiki, oxiri hamon yiqilib to'xtaydi. Odam o'zini bak muhim bilib olmag'uliq. Bo'lmasa avachliqdan qutula olmaydi. Konularda qashdan ishib olganni suv iqtar, yo'ldan ishib olganni al iqtar degan gap bor. O'z qobiliyati mag'rurlangan, ko'ranglagan kishiga balo qiza yaqindir. Ishbalchalik haqida qissada shu koni qadinasi savsovga beqinadi. Onun ko'rsatgan tadbiri bilan savsov qo'shuni vujudga ashliqlarni bulab, yechuni suvga g'arq qiladi. Demakki, u bu ishda zo'r to'p qo'shidi. Ammo savsov bir turkum sarkardalarning taklif berishi bilan shaharga kirganda shu haraq ishkash darvozada turib, uning erkalatma ismini tovlaydi va to'pisini pash qilib, "Men bo'lmasam bu shaharga kirarlarmidim?" deydi. Uning beadab so'zlaridan savsov shuncha xafa bo'lsa-mu, yana chiroyiga chiqarmaydi. Arqadan bir necha sangun bilan ot mingash shu yana kishilarga: "Qaranglar, uning bugungi mag'rur hayvat turqiga. Ayni chaqda men bilan kun o'tkazadigan bir jonbaxti edi u. İkimiz değe xalqning to'g'risini o'g'irlaydigan, qimor o'ynab pul so'qadigan ishlarni qilgan", deydi. Yandagilar: "Gapga hizi bo'lsalar, vazir azamdan qulqiga yetib qolmasin", deb eskartib tursa-mu, u yana savsov bilan yaqinligiga qiyosan beqib, hammaylarni o'zini aymanadi deb o'ylab gapni qilaveradi. Natijada savsovning qo'l ostidagi shuchu tarpidan kallasi ilinadi. Sanalgan ish riyodir, bir so'zlansa adodir. Ziyoda pesh qilingan, maqtalgan ish boshqalarni zeriktirib qo'ydi xolos. Xuddi ko'nilar aytgandek, topmoq bo'lsa kimki zavol, mutakabbir bo'lg'asi avval. Zhang Lirongning bir etodidagi mundaq bir so'z bizga eslatmadir. Takabburlikdan ziyonli keladi. Uningdan yiroq turish ziyondan qochganlik. Gap so'zda ogoh bo'lish o'zini qovutganlikdir. Kishi ish kuchlarida qancha kamtar bo'lsa, fazilatda shuncha ustundir. Zingofan shundaq degan ekan: "Kamtar tamkinlik sifatiki etilliqdir." 1998-yilgi jahonlik kechilikda Liu Duhua tasodifiy fursatda Peng Donghuayni uchratib qoladi. Uning chiroy o'zgartish mahoratini ko'rib shuncha xush bo'ladi-da, uni ustoz tutib o'rganmoqchi bo'ladi. Lekin Peng Donghuay uni bu kasbdan emas deb qarab qabul qilmaydi. U davrda moda ta'sirlarining o'rni an'anaviy mahoratlarni besib ketgan bo'lg'achqa ham egizga esilg'isi kelmaydi. Shundaqdimi Liu Duhua 2 yilgacha to'xtamay uningga yolvoradi. Uning tutumida durustlik ko'rgan Peng Donghuay oxiri ma'qul bo'ladi. Ondan Liu Duhua uningga katta hurmat ta'zimi qiladi. Uningki bu kamtarlik bilan kichik beyillik, nurg'un taratg'u va qatnashchilarning yuqori olqishiga erishadi. Shundaq Adam iqtidorliq bo'lgan siri kishining ortiqchiligini shuncha bayqay oladigan va foydalana oladigan bo'ldi. Kamtarlik o'zini to'van ko'rish emas, balki birovga qiyinchilikda yordam qilish, ortiqchiligini o'rganish va farqiga hurmat qilishdir. Qanchaki puchuk inson birovni shuncha nazarga olmas bo'ladi. Adam kuchli bo'lgan siri kamtarlishidir. Qadimkilar iqimning tinchligi teranligidan, odamning azizligi kamtarligidan deydi. Yaxshi bo'lib kelavermas kunlar hamisha,
turi vermez qızıl gilmo izcil rengide. Aylanıdu yaxşı yaman billa yandışıp, payda ziyan kelgüsü hem öz növbetide. Yollarınız onğa tartqanda özünüzni üstün çağlamang. Nam şöhret qazanğanda eşip körəңləp ketmang ki, səhəndən düşüp görürmənsiz qilishiniz mümkün. Şöhretten ayrılıp plaketke yoluqishiniz mümkün. Adamның içi her tamcını sığdırğıdak dengizdek bolsa, andın haqiqiy kattalık yarışıdı. Yolvaz keseldek mansımı hayveti özü bilen. Bürküt uxlagandek utsımı kanıtı küçü bilen. Küçlük durup acizdek görünüş özünü saklaydigan mevcutluk yoludur. Xuddi shuningdek odamgami küçlük bo'lgan siri o'zini töven tutmak yarışıdı. Hammamizga shu o'git bo'lsin. Xo'sh azizim, bugungi bayonim mush yerda oxirlashdi. Bayonimni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stingizga ham bahrlashni unutmang. Bugungi tuninglar xayrli bo'lsin. Hammamiz her zaman, her joyda aziz bo'lgaymiz.